Sizda epilepsiya kasalligi bormi yoki biron bir tanish insoningiz bu kasallikdan aziyat chekadimi? Xo'sh, bu kasallik bu yillar davom etadigan, ko'pincha muvaffaqiyatsiz davolanadigan va davolayotgan payti ko'p xatoga yo'l qo'yiladigan kasallik hisoblanadi. Epilepsiya ya'ni tutqanoq kasalligida 10 ta qanday bu davolayotgan paytda xatoga yo'l qo'yiladi. Har bitta xatoga to'xtalib o'tamiz. Zero agar sizda yaqiningizda bu kasallik bo'lsa, quyidagi gapirmoqchi bo'lgan 10 ta xatoni siz to'g'rilash orqali bemor hayotini saqlab qolishingiz yoki bemor hayotini yaxshilashingiz mumkin. Har doimgidek siz bilan doktor Alimov. Videoga like tugmasini bosish va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Birinchisi birinchi eng ko'p xato dorini vaqtida ichmaslik. Bu nima degani? Ya'ni vrach ko'riga keldi, mutaxassis ko'rdi, dorilarni soatini ertalab 8, kechga 8, ertalab 7, kechqurun 7 qilib bergan payti o'sha dori vaqtdan o'tib ketishlik yoki o'sha kechqurun bir vaqtda ichmaslik. Ko'pincha epilepsiyaga qarshi dori vositalarining ta'siri davomiyligi 8 soat, 12 soat, 16 soat va 24 soatlik kabi ta'sir qilish davomiyligi qarab bo'linadi. Siz ertalabki dozani ichib, kechki dozani ichmasangiz yoki teskari bo'ladigan bo'lsa, bu xuruj bo'lib qolish ehtimoli yuqori va xurujga qarshi ichilayotgan dorining effekti bo'lmaydi. Ikkinchisi, dorini shifokor nazoratisiz to'xtatish. Juda ko'p mana shu holatdan duch kelaman, ya'ni bemor dori ichishni boshladi, xuruj bo'lmayapti, 5-6 oy yoki 1 yil davomida xuruj bo'lmadi, keyin mustaqil dorini to'xtatib qo'yadi. Bu ikkinchi xato. Uchinchisi, xuruj remessiya bo'lgan payti, bu degani qanaqa? Remessiya deganda aytamiz, ya'ni xuruj bilan kelgan bemorni yaxshi davolagan paytingiz 6 oylab, 7 oylab, 1 yillab xuruj bo'lmayapti. Bu holatda men yaxshi bo'lib qoldim deb turib doridan chiqib ketish. Bu paytda doridan mustaqil chiqib bo'lmaydi, dorini to'xtatib bo'lmaydi. Dorini to'xtatish uchun EEG tekshiruvlari, MRT tekshiruv xulosasi bemorning holati va xurujni turiga qarab uni faqat vrach davolovchi shifokor hal qilishi mumkin. To'rtinchisi xato bu politerapiya. Ya'ni bu bir vaqtda o'zida 2 ta, 3 talab, 4 talab, 2 ta misol uchun preparatni bersa, 3 ta preparatga ham ayrim paytda amaliyotda ko'ramiz. 4 talab, 5 talab birdaniga sudorgaga qarshi, epilepsiyaga qarshi dori vositasini palapartlash, qo'llashlik. Keyingi xato bu dorilarning nojo'ya ta'sirlarini hisobga olmaslik. Bu epilepsiyaning dorisini ichganda odam bu xorazhand yemayapti, ko'chadan borib taroz yeb kelmayapti. Bu dori, o'z nomi bilan dori bo'lgandan keyin albatta uni qanaqadir nojo'ya ta'siri bo'lish ehtimoli yuqori bo'lishligi uchun. O'shaning uchun men doim bemorlarimga aytaman, 1 yilda 2 marta, ya'ni bu 6 oyda 1 marta kamida bu jigarni, buyrakni faoliyatini ko'rib turish, ayniqsa bu kattaroq dozada dori ichadigan bo'lsa, albatta qon tahlillarini o'tkazib turish kerak bo'ladi. Keyingi bu xato uyqusizlik. Bu bemorlar tomonidan yo'l qo'yiladigan yoki davolovchi vrach tomonidan hisobga olinmaydigan holat, ya'ni epilepsiyada qancha uyqusizlik ko'p bo'lsa, keyingi kuni xuruj bo'lib qolish ehtimoli o'ta yuqori bo'ladi. Albatta uyquni ham bu yerda o'rni bor. Keyingisi alkogol, 7-chi yoki zararli odatlar desak ham bo'ladi. Ya'ni bu bemorga epilepsiyada taqiqlangan bu chakish, spirtli ichimliklar, transport vositasini boshqarish, ochiq chuqur suv havzalarida cho'milish yoki ichkaridan banyada quflab turib cho'milish holatlari mumkin emas. Ayniqsa alkogol bu xurujlarni kuchaytiradi. Ikkinchisi, nos, sigaretlar ham yoki boshqa bir dorilar ham xurujlarni kuchaytirishi mumkin. Keyingisi bu shifokor kontrol nazoratining yo'qligi. Bu nima degani? Bir marta vrach ko'riga kelinadi, shu bilan keyin 1,5-2 yillab dori ichiladi, u foyda qilsa foyda qildi, bormasdan, vrach ko'rmasdan yuradi. Bu yerda epilepsiya o'ta nozik va injiq kasallik. Buni har 3 oyda, bo'lmasam 4 oyda 1 marta, 1 yilda eng kamida 3 marta 1 yilda bemor ko'rigidan o'tib, davolovchi shifokor ko'rigidan o'tib, kasallikni monitoring qilish, kontrol qilish, dozalarni boshqarish, vazniga qarab, ahvoliga qarab dorilarni berib borish kerak bo'ladi. Keyingisi 9-si eng ko'p bu sababini topmaslik. Ya'ni hech qaysi kasallik yo'qki o'z-o'zidan boshlanadigan. Har bir kasallikning o'ziga yarasha sababi bor. Epilepsiyaning 40 ga yaqin turi, 70 dan ortiq sabablari bo'lsa, bemor kelgan paytda albatta o'sha kasallikning kelib chiqishi negiz sababini qidirish kerak bo'ladi. 10-chi holat bu ko'pincha dietani, ya'ni
ovqatlanish tartibiga e'tibor bermaslik. Men bu haqida alohida video olganman. Videoni oxirida bu video linkini ham tashlab qo'yaman. Bu videoni ham ko'rib, epilepsiyada qaysi ovqatlar, qaysi mahsulotlar yeyish mumkin, qaysilari mumkin emas. Sizning bu kungi video haqida o'z fikringiz qanday? Va fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'ying. Siz yuqoridagi 10 ta xatodan qaysi birlarini yo'lga qo'yasiz va qaysi birlariga e'tibor bermagansiz? Bu videoni epilepsiyasi bor insonlarga va tanishlarga yuborib qo'ying. Agar sizga malakali epileptolog, nevropatolog konsultatsiyasi kerak bo'lsa, videoni boshdan oxirigacha qo'yiladigan raqamlarga telefon qilib yoki Telegram orqali yozib, konsultatsiyaga yozdirishingiz mumkin. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.